Ellikqal'a tumani Madaniyat saroyida Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik musiqali drama teatrining Qaytar dunyo komediyasi tomoshabinlarga taqdim etildi. Unda nafaqat taniqli aktyorlar, shu bilan birga teatrning yosh iste'dodli aktyorlari ham o'z qobiliyatlarini namoyish etdi. Biz ayni damda mana chiroyli bir sahnada Ellikqal'a tumanida Mavlono Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat musiqali teatr aktyorlari bilan, ustoz san'atkorlar bilan, ijrochi yoshlar bilan tashrif buyurdik. Aynan Qaytar dunyo spektakli bilan azim poytaxt Toshkentdan bir guruh san'atkorlar, teatr aktyorlari kelishgan, tashrif buyurishgan. Biz bundan juda ham xursandmiz. Mana bugun biz Ellikqal'a tumanidamiz. Bugungi spektaklimizga tashrif buyurgan mehmonlarimiz, Ellikqal'a tumani fuqarolari aynan bu spektakldan ota-onani qadri bu yerda, farzandlarini ota-onaga bo'lgan muhabbati, ularga bo'lgan munosabati va bu narsa ertaga farzandlardan yaxshilik qilsa yaxshiligi, yomonlik qilsa yomonligi, e'tiborsizlik qilsa e'tiborsizligi qaytishi haqida, bu yerda ota-ona haqida, mehr-oqibat, aka-ukalar, jigarlar o'rtasida bo'lib o'tadigan voqealarni ko'rishingiz mumkin. Va chiroyli niyatimizki, Ellikqal'a tumani fuqarolari ham san'atni yaxshi ko'rishadi, hurmat qilishadi va bir qancha san'atkorlar yetishib chiqqan xalq. Shunday ekan, bugun ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Azim poytaxt yo'linglar tushsa, azim poytaxtga yo'linglar tushsa, albatta sizlarni kutamiz va bugungi bizni chiroyli kayfiyatda kutib olgan, mezbonlik qilgan Ellikqal'a tumani xalqiga, fuqarolariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Spektakl Xoliq Xursandov asari asosida rejissyor Bahodir Nazarov tomonidan qayta sahnalashtirilib, insonlar o'rtasidagi mehr-oqibat, insoniy munosabatlar va hayotning turli ko'rinishlarini yoritib beradi. Sahnaga chiqishdan oldingi hayajon baribir bor, aktyor bo'lar ekanki, hayajonlanadi. Chunki biz o'zimiz Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat musiqali akademik teatrida ishlasak ham, mana bunaqangi kichkina sahnalar kelsak ham baribir sahnani siri bosadi. Chunki aktyor borki, hayajonlanadi. Chunki aktyor tirik jonda. Tirik jon baribir hayajon bo'ladi. Mana bugun Ellikqal'a tumaniga Qaytar dunyo deb nomlangan spektakl bilan tashrif buyurganmiz. Bu yerda xalqini ko'rib, hozir juda xursand bo'lyapmanki, aynan bu biz olib kelgan mahsulot, ana shu spektakl mana shu xalqqa ko'p foydasi tegadi degan umiddamiz. Chunki hozirgi kunda qadr-qimmatlari yo'qolib ketayotgan ota-onaga bo'lgan mehr-oqibatlar, farzandlar otasiga bo'lgan, otalar farzandiga bo'lgan mehr-oqibatlar to'g'risida bu spektakl. Xudo xolasa bu tomoshabinlar ichida bir yaxshilikka qadam qo'yib ketsa, biz o'zimizni to'g'ri yo'l deb hisoblaymiz. Asardagi Mavlon ota, Avaz ota va Oydin ona kabi obrazlar orqali oilaviy munosabatlar, jamiyatdagi muammolar va insonlarning bir-biriga bo'lgan munosabatlari badiiy tarzda ko'rsatilgan. Diloramxon Sapayeva, Tohir Rahimovlar o'z mahoratli ijrolari bilan sahnani jonlantirib, tomoshabinlarni hayratga solishdi. Bugungi bo'ladigan spektaklimiz Qaytar dunyo. O'sha Qaytar dunyoni dunyodagi tarbiyaviy, ota-onaga haligi bo'lgan mehr-muhabbat o'shalar to'g'risida bo'ladi. Shu 4 ta bolasi bo'lib, otasi nimasi ustozodasi olamdan o'tib, uni o'g'li o'sha janozaga kela olmagani to'g'risida, keyin bu ham o'shani o'ylab, meni 4 ta bolam bor, meniki ham shunaqa qilsa nima bo'ladi degan maqsadda mana shu spektaklni yoshlarimizga o'rnak bo'lsin, saboq bo'lsin deb turib qo'yganmiz. Juda chiroyli spektakl, mana shu yoshlarimiz shundan o'zlariga xulosa chiqarib olishadi. O'sha spektaklimizdan birorta foydali narsa o'ziga olib oladi. Tomoshabinlar spektaklni katta qiziqish bilan tomosha qilib, ijodkorlarning yuksak san'atini yuqori baholashdi. Qaytar dunyo nafaqat Ellikqal'ada, balki mamlakatimizning turli hududlarida ham namoyish etilib, keng omma e'tiborini qozonmoqda. Bunda albatta spektaklning tajribali kompozitorlari ham o'z mahoratlarini namoyish etmoqdalar. Mani ilk kinom Tog'liq kuyov degan kinodan boshlaganman, kompozitorlik qilishda, bastakorlik aynan. Tog'liq kuyovni 99-yil chiqarganmiz. 97-yildan beri shu Muqimiy teatrda faoliyat ko'rsatamiz. Juda ko'p spektakllar chiqarganmiz, juda ko'p
spektakllarda ishlaganmiz. Endi hozirgi zvukar rejissyor bo'lib ish faoliyatimni olib kelyapman Muqimiy teatriga. Spektakl yakunida aktyor va aktrisalar tomoshabinlar bilan qiziqarli muloqotlar ham qildilar. Ularga Ellikqal'a tuman hokimligi nomidan tashakkurlar izhor qilindi.